Hammaga assalomu alaykum. Olib qo'ygan Nexia uchimiz tayyor. Vaqtim borida videoga olib qo'ydim. Apshipkalar hammasi kraskalandi. Bular hammasi kraskalandi. Linoleum olib tashaldi. Pol sasib ketgan ekan, poli yuvildi boshqatalab, gilam yuvildi polностью. Chexol yengi taqildi, sideniya polностью o'tida yuvilgan. Instagram, Telegramda bor, xohlasanglar videolarni. Naryoqda narsa to'kilib ketgan ekan, qo'ldan kelganicha tozalandi u. O'rtadagi vodочкagacha kraskalangan. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Bagaj qo'ldan kelgancha tozalandi. Eski chexollar, keyin salon filtri ham olib tashalgan. Salon filtrigacha olib tashalgan. O'zini eski chexoli. Bardachagacha kraskalandi. Xizmatli bo'lsa aloqadamiz. Patolog qo'ldan kelgancha tozalandi. Sal og'ir ahvolda edi patolog. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Narxiga kelsak, ish haqqim общий 600 ming bo'ldi pakraskalari bilan. Mashinaga расход qilgani tak, ikkita kraska tak 250 ming atrofida, ikkita kraska, chexol где-то 350 ming atrofida. 350, 400, 600, 1 million 200 mingga aylanibdi. Ko'pchilik narx-navoni so'rashadi. 1 million 200 mingdan tak 1 million 200 mingdan ozgina oshgan. Charchamanglar, salomat bo'linglar.